Soki makondan Land House uylaridan bir xona 5-darajadan srochniy kvartiramiz arzonga qo'yiladi, egasiga pul zarur ekan. Boshdan aytamiz, narxini 39 mingga bo'lishi, oxirgi narxi kvadrat 39.3. Hozir obzor bilan tanishtiraman. Bu yoqda mana podyezddan kirish eshigimiz. Bu yerda kvartira 5-6 ta kvartira joylashgan, ikkitadan liftlari bor. Bir xo'shkabimiz katta, mana 1.8 ga 4,5 metr. Chap tomonimizda hojatxona vanna joylashgan. Mana tayyor kafellar qilingan, patologcha, uyimiz patkulchi remontda, kirib yashaydigan holatda. Chap tomonimizda mana oshxonasi joylashgan, oshxonasi ham razmeri yaxshi. 3 metrga 420. Mana ko'rib turibsizlar. Moykasi bor, gaz plitasi, vitichkasi bor, dokkontorni koteli bor. Asosan bu uyni o'zi isitib beradi va issiq suv bilan ta'minlab beradi. Radiatorlar bor, tayyor. Akvariumlar yangi. Mana tashqi tomondan ko'rsangizlar ham bo'ladi. Bu kvartiramiz 16 etajga domli 5-darajada joylashgan. Etaj ham yaxshi. Mana bu yerda katta zali, общий zali mana 3 ga 5 metr taxminan chiqadi. Patologiya ham yaxshi, 3 metrdan baland hisoblanadi. Bu yoqda balkonga chiqish joyimiz bor. Balkoni ham 1 metrga 3 razmerda. Yaxshigina holatda. Mana 5-etaj ko'rib turibsizlar. Pastda parkovkalari, detskiy plashatka, hamma sharoitlari bor. Bu tagida korzinka bor. Choyxona, hamma bog'cha, maktablar yaqin joyda joylashgan. Bu kvartiramiz adresi keladigan bo'lsak, Sergeli Chinor metroga 4 avtomobil uzoqligida betonka yo'l yuzida joylashgan. Bu yerda bombangal bor, bu yoqda Food City